Odil Ahmedov playmaker bo'lib ketdi-yu. Faoliyatida o'zgarishlar bor, tepaga chiqish, tushishlarda ampluasini ham o'zgartirgan. Keyin nafaqat ampluasini, balki hali yetakchi bo'lib qolgandan keyin Abramov eng katta xatosi deb o'ylayman. Ikkinchi marta terma jamoaga qaytganida uni o'sha illyuziyalarga ishonib himoyaga qo'ydi. Himoyadagi yetakchi bo'lib qo'ygandi. U oldinga chiqishga butunlay boshqa Odil bo'ldi-da. O'shani hisobga olmaganmi yoki Odil baribir katta murabbiy deb biladi, yana nimadir shunda o'xshab qoladi degan bir ishonch bo'ldimi? O'xshamadi-ku, o'shanda ko'rdik-ku. Markazdagi Odilni yo'qotganmiz. Markazdagi Odil 10 yilda shakllanib bo'lgan va u nafaqat markazdagi Odil edi. Umuman Odilsiz o'yini bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Terma jamoamiz o'sha Kuper paytida esimda men birga bo'lganman-ku. O'shanda 16 kun hech qayerga aytilmagan ham, boshqa qilinmagan, sir saqlangan, birov bilmasin deb Odil jarohatda bo'lgan. Turkiyada 16 kun davolangan. Yuguryapti, sekin-sekin yuguryapti. Sekin tiklanib formaga chiqib birinchi gol urib bergan. Shunga olib borilganda va to'g'ri taqsim qilinganda uni misol uchun o'sha jarohatini tuzatish masalasi.